Qizlaringizga hadeb uy ishini qil, supur, yig'ishtir, idish yuv demang onajonlar. Ey padaringga la'nat, ertaga qaynonang haydaydi, ering uradi, so'kish eshitib o'lasan deb ham qo'rqitmang. Kelajakda baxtli ayolning o'rniga cho'ri kelinni tarbiyalab qo'yishingiz mumkin. O'zingiz bilmagan holda qizingizni shu programmani joylaysiz. Go'yoki faqat yaxshi uy bekasi, hamma ishni qiladigan chaqqon, pazanda bo'lsagina seni yaxshi ko'rishadi. Agar biror ishni chala qilsang bormi, seni urish yoki haydash bu norma va shunga tayyor bo'l deb. Qizlarimizga o'zini sevishni, qadrlashni, o'z haqqini ozgina bo'lsa-da talab qiladigan, o'z fikrini erkin bildirishga haqli ekanini o'rgatishimiz nihoyatda muhim. Ovozingni o'chir, og'zingni yop, kimsaga gapirishga ruxsat berdi va hokazo deb tug'ilganidan qo'liga supurgi tutqizib faqat uy ishlariga o'rgatadigan onalar bor. Fikrini so'ramaymiz, xohishiga qaramaymiz, go'yoki uning o'z xohishini bildirishga haqqi yo'qdek. Otalar esa qizi 10 yoshdan oshsa ularni o'pishni ham, quchoqlab erkalashni ham uyatga olishadi. Erkalanib ketadi deb